Salom bo'lganlarga, sizlar bilan yana Brok PUBG. Bolalar, bugun biz Buldropdan OpenGS qilamiz. Qarorchi bolalar, sizlar Buldrop misol uchun o'ynamoqchi bo'lsanglar, hisobinglarni to'ldirish uchun pastda to'ldirish degan yozib turadi. O'shani ustiga bosasizlar. Keyin shunaqa joyga olib o'tadi. Keyin shu yerga bank kartalarini bosasizlar. Agar kartalaring bo'lsa, shu yerga keyin shu yerga AK promo kodini yozsanglar 20% sizlarga qo'shib beradi. Men oldin ishlatganman, hozir hisobimni to'ldirishdan oldin ishlatganman. Keyin bu yerga necha pul to'ldirmoqchi bo'lsanglar, shunaqa summa yozasizlar. Misol uchun 35 ming to'ldirmoqchi bo'lsanglar, 35 ming deysizlar. O'shani 280 qilib tashlab beradi sizlarga. AK promo kodini ishlatsanglar. Keyin UC chiqarib oladigan bo'lsanglar, okalar ko'tarib, UClarni ko'tarib, keyin chiqarib olish degan yozib turadi. O'shani ustiga bosasiz. Hamma coinlarni yozasiz. Misol uchun 5000 coin deb yozsanglar, 5000 coin deb yozsanglar, 3900 chiqarsangiz bo'ladi. 5000 bu coinga. Bu ham normalniy. Va bu yerda PUBGda bull pass bor. O'sha bull passni shu yerdagi zadaniyalarni bajarib to'ldirsanglar bo'ladi mana. Men 16 ga kelganman. 16 da mana u ochiladi. Mana u ochiladi 16 da. Bu yerda maskal, shlem, ryukzak va mifi kiyimlarni olishim mumkin. Shunaqa qilib omadinglarni sinab ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga tavsiya beraman bolalar, ozgina bo'lsa ham kirib o'ynab ko'ringlar. Lekin ortiqcha pullaring bo'lsa o'ynab ko'ringlar. Ko'p pul solish shart emas bunga. Men hozir shotimni 13 mingga to'ldirib oldim. Hozir o'shanga ko'tarib ko'ramiz. Agar ko'tarilsa shu videoga 60 yuz qo'yaman kommentiga. Nima ochsak bo'ladi? Nima ochsak bo'larkan? 83 manta ochib ko'rsammikan? Qani 83 yetarkan mantaga. Qani davayda ochib ko'raylikchi. Omadimizni sinab ko'ramiz endi. Bu videoda ko'tarilsa ham, ko'tarilmasa ham chiqaraman bu videoni men. Zo'r mifi tushdi. 705 lik mifi. Vuy! Prosta bomba bo'ldi. 705 lik mifi. Vashcha zo'r. Keyin bu yerdan 705 lik tushgan bo'lsa, biza bolasizlarga maslahatim shu yerdan Jojo keysini bir marta bo'lsa ham ochib ko'ringlar, 100 coin yig'sanglar. Bu yerdan men 990 chiqarganman. Necha yana 660 chiqarganman okalar. Bu yerdan ko'tarish mumkin bo'ldi. Bu yedirda bir marta yedirdim bo'ldi chiqinglar. 2 marta, 3 marta ochish shart emas bo'ldi. Keyin bu yerdan men platinali buqadan narsa qilib ko'ramizmi? Risk qilib ko'ramizmi bo'ldi. Platinali buqa. Lekin bu yerda mana ular tushib qolsa, bo'lmaydi, bu katta risk bo'lib ketadi. Nimani ochib ko'rsam bo'lar ekan bolalar? Qaysiga zo'r beradi bolalar? Kommentariyaga yozib qolamiz. Nimalar ochib ko'rsak bo'ladi? Nima ochib ko'rsam ekan? Juda o'ylantirib qo'ydi. 4 taliga yetarkan, 5 taliga yetarmikan? 5 taliga ham yetarkan. Ochib ko'rsam ekan bolalar? Давайте risk ketdi, ochdim. Давай plus 1. 588. Ozgina minus, davay yana ochib ko'raman. Lekin minus berib qolsa, vashcha bo'lib ketardi. 456 bo'ldi. Chiqamiz bu yerdan. Vashcha minus berib yubordi. Nima ochib ko'rsam ekan bolalar? Yoki to'xtatamizmi shu yerda? To'xtatsak, shu yerda 60 ga qo'yaman shu videoga. Nima ochib ko'rsam bo'ladi? Tovuq ochib ko'rsam ekan, tovuqdan ikkitaliga 48 yetarkan, bittalik ochib ko'raman qani. Buda ham minus bersa bo'ldi, to'xtataman videoni shu yerda. Menimcha plus ekan, yana ochib ko'raman. 48. Yana bitta qani, bittalik ochamiz. Bo'ldi, minus berdi. Shu yerda to'xtatamiz videoni bo'ldi.
Qarash bolalar shunaqa qo'madinglarni sinab ko'rsanglar bo'ladi. Men 13 ming so'm soldim va 523 qilib ko'tardim bu ukalar. Va bu yerda 16 ga keldim. 16 ga keldim. 16 dan hozir sizlarni ko'zinglarning oldida ochib ko'raman. Qaysi birini tanlasam ekan demoqchi edim. Mana ochilib ketdi. 592 bu ham normalniy. 1115 pul coin bo'ldi bolalar. Shu videoga 60 yuzga qo'yaman kommentiga. Zo'r yoki menga yoqqan kommentda yozib qoldiradigan bo'lsanglar, zo'r komment yozib qoldiradigan bo'lsanglar, qarochi o'shanga 60 yuz topshiraman. Bo'lmasam randomniy holda topshiraman. Hozir bitta risk qilib ko'rsam ekan deyapman. 129 ga yetmas ekan, 147 bo'lib ketar ekan. Shuni ikkala ochib ko'ramda qani ketdi. No 111 plus 129 da ochib ko'raman. Qani ketdi. Давай plus B. Давай. Voy, yedirib yubordi bolalar. 129 ga 32 berdi. Qani ochib ko'raylik. 1000 tadan tushib ketsa bo'ldi. Tamom, to'xtatamiz videoni. 32 ga case bormi ekan? Bu yerda case yo'q. Bular bashi bermaydi yo'qlar, buni ochib o'tirish shart emas. 32 ga yana qaysi case bu 32 ga? Ровно 32 ga kerak. Mana case bor ekan, ochib ko'raychi qani bir marta. Farqi minusga kirdik, plusga kirdi demoqchi edim, lekin bu plus bermadi bolalar. Bo'pti bolalar, sog' bo'lasizlar. Qarochi shu videoga 60 yuzga qo'ydim. Shartlarni ham aytib o'tdim. Like bosasizlar va kommentiga chiroyli bitta komment yozgan odamga, yo bo'lmasam randomniy 60 yuz topshiraman bolalar. Mana men ichib olgan yuzlarni mana ishonmasanglar ko'rsatishim mumkin mana. Bu 60 yuz hali olinmagan. Shu 60 yuzni topshiraman bolalar sizlarga. Bo'pti, sog' bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha like va obunalarini bangillab tursanglar, 2-3 kundan yana video chiqadi.